Kariz xolamiz yomon o'zgardi lekin. Yana bir tiyin kelmayapti meni. Umuman qaragani ham yo'q. Gapirganda menga gapiryaptilar. Qaynonamga qarab turibdi, boshqa joyga qarab turibdilar. Menga qara, menga gapiryapsan-ku, a? Yomon asabim buziladi. Kimdir menga gapirayotgan, lekin menga qaramasdan gapiryapti. Boshqa joyga qarab menga gapiryapti. G'alati emasmi? Boshlandi yana o'sha qilliqlar. Chunki endi yordamim tegmayapti-da meni o'shanga. Anaqaga stomatologiyaga qatnayotganimda men o'rnimga to'layapti-rodi, men unga o'tkazib beryapti-rodim. Unga yordam bo'laturdi. Sog'liqdan kelishmaydi, to'ladi. Endi stomatologiyaga tugadi qatnashim. Endi bormayman stomatologiyaga, endi meni yordamim kerak emas anaqaga. Kariz xolamizga. Bo'ldi, endi bir tiginga ilmaydi. Salom alaykum ham qilmaydi, kirib keladi. Ha, yaxshimisizlar deb qaynonamga qaraydi. Men annyeonghaseyo deb 360 gradus, 180 gradusga egilib yotibman. Asablarim buzilib ketdi. Kecha uni ustiga yetmaganda o'g'limni cho'pillatib qilib o'pyapti. Zachim, ichib olgansan, nima qilasan unaqa qilib? Uni qani kariz pochamiz bilan unaqa qilib o'pishing degani odam yo'q. Asablar.